Ishoninglar, sizlar ham bu hovlini ko'rsanglar, shunaqangi yoqtirib qolasizlar. Kelinglar, men sizlarga bu hovlini ko'rsatmasam bo'lmaydi. Mana bu go'zallikni qaranglar. Yo, mashalloh. Shunaqangi chiroyli, hovliga kirgan odam chiqib ketgisi kelmaydi. 8 sotuv yer maydoniga bundan chiroyli planirovkada uy bo'lmasa kerak. Ziloniy zonalarni qaranglar. Olgan odam mazza qilib rayhon atirgullarni ekib qo'ysa bo'ladi. Menga eng yoqqan jihati uyimizning o'rtasida mana shunaqangi chiroyli fontan churib qo'yishibdi. Qaranglar, yarashganmi yo'qmi? O'zingizlar bitta xolis yurakani bosib berasizlar. Uyimizda polностью avtomatik paliflari qilingan. O'rtada mana shunaqangi fontan. Uyimiz 3 etajdan iborat. Kelinglar, men sizlarga hozir bu uyimizning spa zonasini ko'rsatamiz. Eng qiziqtirgan joyi uyimizda ikkita eshikdan bor. Bu yoqda yonidan ham kirsa bo'ladi va asosiy kirib kelgan eshikdan ham kirib kelsanglar bo'ladi. Xo'p, bu yoqqa keladigan bo'lsak, uyimizning spa zonasi bo'lyapti. Mana shunaqangi hozir sizlarga yoqib ko'rsatib beraman. Ko'rasizlar, basseyn, eng asosiysi uyimizda hali yangi hech kim yashamagan birinchi egasi siz bo'lishingiz mumkin. Uyimizning basseyni, bu yoqda spa zonalari, ya'ni finskiy saunalari, ana endi kelinglar, yozgi oshxonasini, endi ayollarimizni ko'proq ishlaydigan joyi. Barbekyu zona, shashlik, osh, qozon, o'choq, hamma sharoitlar qilib qo'yilgan. Nima deysizlar? Yoqqan bo'lsa, bitta yurakchani bosib qo'yasizlar. Uyimizning fasadini qaranglar. Yo, mashalloh, odam ko'zi bilan ko'rganda realniy aytaman, xuddi birki, bamisol oppoq qorda yaltiryapti. Ana endi tayyor bo'lsanglar, birgalashib bu go'zal uyimizga ichiga sayohat qilamiz. Qani ketdik. Mana rasmni kim chizgan bo'lsa ham qo'li dard ko'rmasin. Xuddi birki Makkada yurgandek bo'lgan. Mana qaranglar, juda ham chiroyli uy egalari, Rosman akasim orzu havasli insonlar ekan. Hovli qaranglar, bizani o'zbeklarga kirib kelishinglar bilan mana shunaqangi keng hovli yoqadi-yu, mehki zonani qaranglar qilib qo'ying. Eng asosiysi aytaymi, bu uyimiz hali yangi. Aynan siz bu uyimizning egasi bo'lishingiz mumkin. Kelinglar, ayollarimizni birinchi ko'proq yoqtiradigan, ya'ni oshxonaga marhamat. Oshxonamiz ham kengligini ko'rasizlar. Ayollarimiz uchun barcha texnikalar mujassam qilib qo'ygan. Ayollarni ishxonasi desak ham adashmaymiz. Chunki ayollarga qancha keng oshxona qilib bersak, shuncha yaxshi shirindan shakar taom pishirib berishadi. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, birinchi etajimizning umumiy sanuzel to'g'ratxonalarigacha ham alohida bitta baho berasizlar. Bu birinchi etajimizning master spalnisi, o'zining ichida sanuzeli va spalnimizni ko'rasizlar. Uyimizda tartibga tushganlik hisobida mana shunaqa bemalol 3 ta oynani ko'rib turibsizlar. Kelinglar, sizlarga keyingi xonalarni ham ko'rsatib beraman. Uyimizga asosiy kirib kelish eshigimiz bu yoqdan va hovlining bu burchagidan ham uyimizga kirib kelsanglar bo'ladi va uyimizning zal qismi. Zal qismiga o'zingizlar alohida bitta baho bermasanglar bo'lmaydi. Mana buni qaranglar. Zal bo'lsa shunaqa bo'lsin deb mehmon kutib mazza qilib mana kutmaysizlarmi? Mana qanaqa katta zal kerak? Aynan mana shunaqa mehmonni sevuvchilar uchun mana sizlarga chiroyli bitta zal. Ana endi bu go'zal uyimizning ikkinchi etajiga sizlar bilan birgalashib chiqarkanmiz. Oyog'imizdan tegini yoritib beruvchi mana shu podsetliklar juda ham o'rni katta. Ya'ni kech payt asosiy chiroqdan foydalanmaysizlar. Menga mana juda ham yoqdi. Haqiqiy 3D effektiga ega. Mana ko'rinyaptimi yo'qmi, lekin qo'lingizlar bilan ushlab ko'rsanglar bilinadi. Mana qandilga ham alohida bitta yurakchani bosib qo'ymasak bo'lmaydi. Orzu havas qilib yashaylik inshaalloh. Eng kamida hammamizga mana shunaqa uylar nasib qilsin. Niyat qilganlar bo'lsa, bitta yurakchani bosib qo'yasizlar. Mana marhamat, balkondan bitta vidga baho beringlar. Juda ham chiroyli. Mana balkondagi manzarani qaranglar. Shaxsan menga juda ham yoqdi. Kelinglar, birma-ketdan sizlarga xonalarni tanishtirib beraman. Birinchi xonamiz o'zining ichida mana shunaqangi garderoblariga ega. Bu bizda bolalar xonasi bo'lyapti. Ko'rasizlar, tayyor hamma narsasi olib qo'yilgan. Ikkinchi etajimiz ham juda ham keng. Bu mana shunaqangi katta bo'lgan ikkinchi etajimizning umumiy sanuzel bo'lyapti. Shuni yonginasida yana bitta xonamiz. Xonalarning razmerini ko'ryapsizlar, juda ham keng qilingan. Bu nima degani? Masalan, bolalaringizga dars qilasa ham, masalan, bu yerda bemalol o'ynasa ham, umuman joydan muammo bo'lmaydi. Va uyimizning eng oxirgi xonalardan biri yana bitta xonamiz bo'lyapti. Buni xohlasanglar endi olgan odam o'zi biladi. Ikkinchi zal o'rnida foydalansanglar bo'ladi. Endi bu yoqqa kelinglar. Master spalni nimasizlarga ko'rsataman. Bu qaranglar, eshik ochildi, lekin hali bizani spalnimizni boshlamadi. Mana shunaqangi o'tiradigan joy qilib qo'yilgan. Hali spalniga kirib kelganimiz yo'q. Marhamat, spalniga kirdik, o'zining ichida sanuzellari, jakuzilarga ham alohida bitta baho berib qo'yasizlar. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, mana shu xonamizning garderobniy qismi. O'zingizlar bitta baho beringlar, juda ham chiroyli. Niyat qilganlar bitta like bosib qo'yasizlar va
bitta manzaraga mana shu yerdan balkondan baho beringlar. Juda ham chiroyli. Inshaalloh niyat qilganlar bo'lsa, bu videoni ko'rayotganlar bitta like bosib qo'yinglar. Xo'p, manzilga to'xtaladigan bo'lsak, xo'p, Zangeta tumani shundoqqina Nazarbek postidan o'tgandan keyin 5 kilometrdan keyin mana shu uyimiz juda go'zal. Menga shaxsan yoqdi. Inshaalloh niyat qilganlar eng kamida mana shunaqa uylarda ota-onamiz bilan mazza qilib yashashni Allohim har bir insonga nasib qilsin. Bu uyimiz yoqqan bo'lsa like bosib, kimga mana shunaqangi fayzli xonadonlarni ravo ko'rsangiz, bitta yurakcha bosib jo'natib qo'yinglar. Pastda uy egalarining raqamini yozib qoldiramiz.